Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 1-oyning 12 kuni juma. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq. 2 haftada bir qatim qilayotgan videoga chiqishim. Nima bugun xabarlar hali ko'p. Oldi bilan hamma do'stlarniki 2024-yili yangi yilga muborak bo'lsin. Asasan xabarlarniki xulosasini deb o'taman qisqacha. Bugungi birinchi xabar Uyg'urlar degan to'r jurnalniki 48 va 49 sonlari yaqinda to'rga chiqarildi. Shu to'rga chiqardik. Birisini 31 dekabr kuni, yana birisini 2 yanvar kuni do'stlarniki buni qiziqib o'qishini, taqdim qilishini umid qilamiz. Bu jurnalni xabarlarida bor Uyg'ur Project fondi chiqarib atadi. Uning uchurlarini Facebook'dan topa olasizlar. Men nimaga bu WhatsApp'dan taqdim qo'ydim bu xabarlarni. Bu bugungi birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun bir qism qarindoshlar bildi. Men bu yil yangi yilni Kanada'niki Toronto shahriga borib o'tkazib keldim. Bu yil dunyodagi bir qancha yerlarda yangi yilni cho'naq tabriklash faoliyatlarini o'tkazdi. Kanadaning Toronto shahrida shundoq, Amerikaniki Washington shahrida va boshqa davlatlarda bo'ldi bunda ishlar. Kanadadagi qarindoshlar, Kanada Sharq Turkiston jamiyatidagi qarindoshlar, Yevropa Uyg'ur ansamblidan bir qancha ukalarni chaqirib faoliyatini cho'naq qilgan. Meni taklif qilib shu tabrik so'zini so'zlab bersangiz degan. Shuni men bordim. Shuni Ataytan Torontoga bergib 3 kun turib keldim. Faoliyat intayin yaxshi bo'ldi. Anayt obdan puxtaylik qilgan ekan. Bu faoliyatning o'zimi anayt yaxshi bo'ldi. Yevropadan kelgan ikki artistlarimiz ardım charchadim demay 3 kun uda shu faoliyatning o'zidimi va keyingi vaqtlardimi shu Kanadadagi qarindoshlarga Naiti obdan naqshi muzikalarni o'rinlab Naiti obdan chiqib berdi. Men ularga Kanada Sharq Turkiston jamiyatiga shundaqla bizni ayrim kutib olgan Gulshan, Shavkat, Ablat, andan keyin Tuyg'un Abdulla qatorliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bu qatimmo Naiti nindayman burunqidaqlam boshqa yerda ko'rgandaqlamkin bu do'stlar bizga Naiti chunqur mehmondorchilik, mehribonlikni yetkazdi. Naiti isli go'zal asmlar qoldi bizda. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi mishada bir narsani deb qo'yay. Hozir chet eldagi qarindoshlar ichida ikki masala to'g'riliq biroz andisha, xotirjamsizlik bor. Uningki birisi vatanga berib kelishlar va vatandan kelishlar degandek ahvol to'g'riliq. Hozir bu jihatdagi ishlar tez suratda ko'payib menyapti hozir. Shunga bo'libmi shu vatanga borgan va berib kelgan bir qism qarindoshlarniki nima deyotganligi chet eldagi bir qism qarindoshlarning ko'nglida bir xil andish paydo qilyapti. Bo'libmi Xitoyniki yolg'on tashkilotiga moslashib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'q chiqaradigan o'sha sohalarda ba'zi bir gaplarni deb qo'yish yoki videolarni chiqarish qatorli ishlar. Bu bir sohada biroz chet eldagi qarindoshlarning andishasi bor. Yana birisi hozir endi vatanda ig'ir irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Bo'libmi turma lagerlar taqalmadi. U yerda bizniki necha million xalqimiz hozirmi insonlar oz uchratgan darajadagi azob uqubat ichida yashayotdi. Nurg'un kishilar o'lib ketyapti. Shunday bir ahvol ostida chet elda naqsha, muzika, usul qatorliq narsalar aralashgan yig'ilishlarni qilishni qanday tushunish kerak degan bir savol bor mening ko'nglimda. Bu qatim meniki Torontoga taklif qilinishimdimi o'mush bir cho'ng sabab bor endi shuni qanday tushunsak bo'ladi degan. Endi hammamizniki xabarda bo'lgandek
vatanda Uyg'ur madaniyati qolmaydi. Hozir Uyg'ur madaniyatiga vakillik qiladigan narsalarni asosan qilib qo'ymaydigan bir holatga ekib qo'ydi. Bo'libmi Uyg'ur bolalari Uyg'ur emas bir xil holatda cho'ng bo'lyotdi hozir. Endi bu madaniyat degan narsani darsxonada o'rgangili yoki o'rgatgili bo'lmaydi. Lekin endi uni darsxonada saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Hozir endi vatanda Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish imkoniyati yo'q. Boshqa bu ig'ir vazifa butunlay chet eldagi qarindoshlarning zimmasiga tushdi. Buni darsxonada o'rgangili bo'lmaganligi uchun, o'rgatgili bo'lmaganligi uchun, saqlab qolg'ili bo'lmaganligi uchun uni faqat shu madaniyatning ichida yashab turib, o'rganish, o'rgatish va saqlab qolish kerak. Bu madaniyat ichida yashashda bu shu naqshi muzika, usul qatorli narsalarda uning bilan birga yashaymiz deyotganmiz, chuqur buni davomlashtirishimiz kerak chet eldagi Uyg'urlar. Shunga menimcha bu masalani bu nuqtadan tushunish kerak. Bu jihatda boshqa ko'p o'ylashniki hojati yo'q. Chet elda naqsh aytgan, usul o'ynagan, muzika chalgan qarindoshlar hargiz irqiy qirg'inchilikni tabriklash yuzini qilmaydi buni. Uning xo'sh bo'lgan yuzini qilmaydi. Lekin bu Uyg'ur madaniyatining bir qismi. Buni saqlab qolmasak bo'lmaydi. Saqlab qolmasak bu ishlarimiz davomlashmaydi. Biz keyingi avlodlarga buni o'tkazib bermaymiz. Ashta bu boshqa bu jihatda hammamizniki qarashini aniq bo'lgani yaxshi deb o'ylayman men. Bizniki bundan bu madaniyatni saqlab meshimizdagi birdan bir chora uni chet elda davomlashtirish. Shunga bu jihatda hamma qarindoshlarniki bir xil o'rtaq tushunchaga erishishini umid qilaman men. Endi deydigan 3-chi mazmun necha kun oldida Gollandiyadagi bir akamiz Uyg'ur Project fondiga 200 euro iyon qildi. Bu akamizniki iqtisodiy ahvoli ancha yaxshi emas. Ashta bo'lishiga qaramay, o'zinikini shu ozgina pulidan hisob qilib Uyg'ur Project fondiga yordam qildi. Buningki biz uchun ma'nosi bek cho'ng. Men shu fursatdan foydalanib, shu akamizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Undan boshqa bu qatim men Kanadaga qilgan safar jarayonida Kanadadagi bir qarindoshimiz, bir oila Uyg'ur Project fondiga $1000 Kanada dollari iyon qildi. Men bu inimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bugun deydigan 4-chi mazmun o'tgan qatimliq videoda bu yil İstanbulda 20 siya degan faoliyatni qilganligimizni dedim. Uniki konkretni shartlari, ahvol nuqtalarini, muhim nuqtalarini bir aqro tushuntirib o'tdim. Bu narsalar, bu mazmun hozir Facebookda bor. O'tgan qatimliq videoning ostiga chiqarib qo'ydim. Shunga shu faoliyatga qatnashishni umid qiladigan qarindoshlar shu ayniki yanvar oyining 31-kundan burun yozmoqchi bo'lgan maqolalarniki qisqacha mazmuni yo'llab bergan bo'lsanglar. Bugunga qadar jami 14 kishidan maqolalarniki qisqacha mazmuni abstrakt kap bo'ldi bizga. O'tgan yillik faoliyatda biz bu davr va biz degan kitobga jami 43 parcha maqolani kirgizgan. 43 parcha maqolalar bu 700 parcha 600 ga betga yaqin 550 betdak bo'pti bu kitob desa bo'lganda. Bu yilmi xil osonlamkin maqolalar yozgan maqolalarning soni 30 ga bordi deb o'ylayman men. Hozir 14 bo'ldi. Bugunchilar 12. Shunga mush faoliyatga qatnashishni orzu qilgan qarindoshlar maqolalarniki qisqacha mazmuni yoki abstrakt buni menga vat bersanlar bo'ladi. Hozir endi Uyg'ur millatining mana bir eg'ir kunga qilishiga agishib nurg'un qarindoshlar hozirgi vaziyatda chet eldagi Uyg'urlar qanday yashasak bo'ladi, nima ishlarni qilsak bo'ladi degan masala to'g'riliq o'ylanayotdi. Shu o'ylaganlaringlarni shu fursatdan foydalanib millat bilan o'rtoqlashsanglar. Bu bo'libmi ziyonlar uchun millatga xizmat qilishniki intayin unumli, qimmatli bir fursat. Shunga buni vaqtini chim tutsanglar. 9-oyda İstanbulda leksiya bor. U to'g'riliq men keyincha tafsiliy ma'lumot beraman. Bugun deydigan 5-chi mazmun
Kanada Uyghur hukuki davası projekti, Uyghur Rights Advocacy Project, ben Uygurca nindep adı tasavvufdan bilemedim. Şu proje, şu teşkilat yakında bir kitap çıkardı. Bu kadar ben Kanada'ya, Toronto'ya bağlı vaktimizde dostumuz Mehmet Tokti bu kitaptan bana birini iyanı kıldı. Bu kitap nimi doğru desanlar, Uyghur davasının ki kanuni yolları hakkında. Bunu tüzüp çıktı, nayet isil. Bendikisi İngilizce. Bununki Uygurçası var mı yok mu isimde kalmaptı. Herhalde bu Kanada'daki kardeşler müştak bir nayet ehmiyet işini vücut çıkarıptı. Sizlerge mübarek olsun. Hem ecrinlarına köpten köp rahmet. Bugün deydiğin 6. mezmun Uyghur xəbri, vətənin xəbri. Hazır endi meniki qulağıma köpürək kirgan ahval. Hazır vətəndə Xitay hökuməti pul bilan Uyg'urlarni yumuştup Uyghur irqi qirg'inchiligining ta'sirini yo'q qilib olgan ahvol intayin og'ir ekan. Yaqinda Uyghur dehqonlariga qilayotgan iqtisodiy yordamlarini biroz ko'paytirdi miqdor jihatdan. Bu Urumchida irqiy qirg'inchilikning alomatlarini ko'rib bo'lmaydigan bir xil ahvol shakllanibdi hozir. Bu sirq ko'rinishda endi. Ikki jihatdan undoq emas. Agar siz Urumchiga borsangiz, oydirimidan kirib bo'lishinglar sizniki bütün ma'lumotingiz saqchilarga ma'lum bo'ldi ekan kamera orqali. Sizniki nega berib nima ish qilayotganligingizniki hammasini ko'rib tura olar ekan saqchilar. Hozir Xitoyniki shu odamlarni kuzatish texnikasi shu darajaga beribdi. Burunqidek sizniki telefoningizni yoki kimligingizni tashiymisizmi, chiroyingizni lamkin sizniki nega ketayotganligingizni, nima ish qilayotganligingizni hammasini ko'rib turdi ekan. Mana bir ahvol. Lekin sirq ko'rinishda hozir xuddi Uyg'urlarga hech qanday ish bo'lmagandek bu Urumchida ashta bir holat shakllanibdi. Odamlarni mana faqat qilib bo'lmaydi ekan deydi Uyg'urlar va Xitoy masalanga. Ko'chada manga odamlarniki qasi Uyg'ur, qasi Xitoy bir jup ayollar mangan bo'lsa-mu, ularniki Uyg'ur to'y qilganmi, Uyg'urlar Xitoy to'y qilganmi, buni faqat qilib bo'lmaydi ekan deydi. Kiyinish jihatdan. Ondan keyin yine o'ltirash narsalar hozir yine boshqa turib degandek ko'rinishda endi ishlar joyida ketayotgandek 2014-yili Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlanishdan burungi ahvollarga qaytgandek bir xil ashtaqa narsani bir ta'sirini bildi ekan. Lekin hech qanday Uyg'ur bir necha odam boyada Uyg'ur to'g'ri qilolmay ekan, vaziyat to'g'ri qilolmay ekan. Tüzüm siyaset to'g'ri qilolmay ekan. Buni qilmay ketdi. Qilmay shu o'tirishni o'ynab dasturxonlarda mehmon bo'lib deganda shu xaltadan qilib yurayotgan ahvollar bu o'tibdi. Yana bir tarafdan amallar bilgandek Xitoylar chet elga chiqadiganlarni biroz quvvatdi hozir. Sonni chet elga chiqayotganlarning soni mana tez ko'payyotdi. Qaytib ketayotganlarning soni mana shundoq. Ishqilib Xitoy Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yushirish jihatda hali ishlarni o'ngishga olib ketyapti hozir. Umumiylik hozir ahvol mushtarak meni tushunishimcha. Bugun deydigan 7-ci xabar xalqaro xabarlarda bor. Tünügün akşamdan başlap Amerika, Angliya Yemen'e hücum başladı. Bu hücum asasen ayrıpılan ve parkutlatkan bombalar bilen buatıdı. Bu neymiş buatıdı desenler? Yemen'de turduğun Husiz degen bir teşkilat varken bu teşkilatın adamları Kızıl Deniz içinde şu denizden özü ketayotgan şirketlarniki sodalık toşuş parxutlarını tutup yaqında xili ko'p parakanchilik soldi. Bir qism parxutlar yerda mang'anmay nihoyat uzun safarni besib boshqa yo'llar bilan mang'digan bo'lib ketdi. Ashta bu boshqa hozir endi g'aribga sal chidayolmay qilib bunga tunugin Amerika bilan Angliya shu Yemendagi
o'ziniki nishonlarga hujum boshlabdi. Shuna qilib 16 joydagi 60 tak nishonga bomba tashlabdi bular. Aeroplan parkdagi bombalar orqali tashlabdi. Shu bu urush davomlashyapti hozir. Bu bir cho'ng xabar bo'ldi degan. Yana bir xabar hozir yana bir xabar Tayvandagi saylam. Tayvanda bugun hozir birinchi oyga 13 bo'ldi. Birinchi oyga 13 bo'lib, u yerda 2 da 6 bo'lsa, hozir 8 bo'libdi. Atgan soat 8, 13-da atgan soat 8 bo'libdi hozir. Shunga bugun Tayvanda saylam yap berildi. Tayvandagi prezidentning saylagan saylam. Bunga tushayotgan 3 cho'ng partiya bor. Uniki birisini Xitoycha Minjindang deydi. Demokratiya ilg'or partiyasi. Men degani xalqdagi men, jin degan jin bu ilgirlash ilg'or degandagi söz, andaki dang degan partiya, bu birinchi partiya. Hozir o'qitayotgan partiya shu. Yana birisi Kuomintang, buni amalda bilasizlar. Üçüncüsü Tayvan Xalq Partiyasi. 3 partiyadan kandidatlar bor ekan, bu qatam prezidentlikka tushganlar. Endi hozirgi farazda yenilanmış demokratiya ilg'or partiyasi niki utib chiqish ehtimoligi zo'r deb faraz qilyotdi. Buni natijasini bugun ko'ramiz. Bugungi eng cho'ng xabarimiz shu. Hozir nurg'un kishilar Tayvanga berib, shu nimani kuzatimiz deb, saylam dafani kuzatimiz deb shunga berib oldi hozir. Ondan keyin 8-chi xabar bugungi. Yaqinda Bloomberg, Amerikadagi donliq media shirkati, Bloomberg degan shirkat Xitoydagi harbiy boshlarni tutishdagi sabab to'g'riliq bir maqola e'lon qildi. Hozirga qadar xabarlarda bor, yaqinda Xi Jinping degan jallod nihoyatda ko'p, 70 dan ko'p harbiy generallarni, harbiy qo'mondonlarni qo'lga oldi bu. Yaqinqi bir qancha oyning ichida cho'ng darajalik boshlar bor buning ichida, davlat mudofaa ministrligidan tortib. Hozirga qadar bu to'g'riliq nima uchun bularni qo'lga oldi degan masala to'g'riliq 3 xil sabab, 3 xil faraz o'tirib qo'yilgan. Uniki birinchisi Xitoy harbiy maxfiyatligini oshkorlash. Bu to'g'riliq gap so'zlar bo'lindi, men to'talagan bu to'g'riliq burun. Ikkinchisi Xitoy harbiy qo'mondonlar ichidagi siyosiy o'zgarish yasash harakatlari yoki siyosiy o'zgarish harakatlari bilan shug'ullangan boshliqlarni tutdi degan faraz mubotti. Uchinchisi chiriklik, harbiychilik chiriklik. Hozir endi Bloombergniki o'tirib qo'ygani bu yaqinqi bu cho'ng tutish, cho'ng tozalash chiriklikniki sababidan bo'lgan deydi. Ya'ni Xitoy harbiysi ichida intayin ig'ir darajadagi iqtisodiy chiriklik ahvoli yuz bergan. Shu sababdan buni Xi Jinping yaqinda bayqab bu ahvollarni, shunga harbiy qo'mondonlarni tutib tozalash ishini epiryotdi deb chiqdi Bloombergniki maqolasida, dokladida. Endi Xitoyniki bu chirikligi qaysi darajaga beribdi desanglar, yaqinda bayqalgan bir ahvol necha kunning oldida. Xitoyniki raketa boshqariladigan bombasi bordi. Nima odatdagi bombalarga o'xshamaydi, bu olam bo'shlig'ida orbitlarda uchib berib, yerga tushadigan bombalar bordi. Xitoyniki Amerika va boshqa davlatlarga tahdid solayotgan bir qurolimiz tushdi. Yaqinda bayqalgan ahvol bu qurolniki yiqilg'i emas, suv qachlab ketdi bularga. Shunga bularni hech qachon atqilib olmay ekan. Sababi nima desanglar, buningga yiqilg'i qachlab qo'ysa, bu yiqilg'ini necha yilda bir qatam almashtirib turish kerak ekan. Ishlatmay qo'yib qo'ygandan keyin, necha yil qo'yib qo'ygandan keyin uni almashtirmasa, bombalar etilmay ekan. Bu shunday bo'lg'achqa bu bir sababi. Ikkinchisi, harbiy amaldorlar bu yiqilg'ularni setib qashlab qo'yibdi. Uni setib qashlab, pullarni yanchiqqa tiqib, bu bombalarniki yiqilg'usiniki qachilgan yerlarga suv qashlab qo'yibdi, ishlar pashib oldi. Qisqasi, yaqinda Xi Jinpingning 70 necha harbiy qo'mondonlarni tutishi
ularniki chiriklikdan bo'lgan. Ularda egri darajada iqtisodiy chiriklik yuz bergan, shunday bo'lgan degan xabar chiqdi. Yaqında chiqqan yana bir xabar, o'tgan yil Beydayxada ochilgan Xitoy rahbarlarining yig'ini, bu yig'in asosan Xitoyniki pensiya chiqqan rahbarlari Beydayxaga borib dam oldi ekan, shu vaqtning o'zida o'qitayotgan amaldorlarni berib Beydayxaga shu hozir o'qitayotgan amaldorlar bilan pensiyaga chiqib bo'lgan amaldorlar o'tirishidagi bir xil uchrashish bo'ldi ekan har yilda bir qatim. O'tgan yil ish bo'lgan vaqtda Xi Jinpingniki qilgan bir maxfiy so'zi bor ekan. Shu so'zi yaqinda to'rlarda oshkorlanibdi. Uniki mazmuni nayt muhim, bizlar bilan munosabatlik bo'libmi, Xi Jinpingniki Xitoyniki bundan keyin qanday siyosat tutadiganligi bilan munosabatlik. Ashta bu boshqa men sizlarga qisqacha deb beray. Xi Jinpingning o'tgan yil Beydayxada nima deganligi deganda qisqacha deb beray. Birinchi, Kompartiya inqilob partiya, boylik yaratish partiyasi emas. Ya'ni iqtisodiyotdan taraqqiy qildirish, boylik yaratish partiyasi emas, u bir siyosiy partiya edi, birinchisi. Ikkinchi, iqtisod tuvallab ketsa kerak yo'q. Yanıla Dayojin vaqtidagi 3 yillik cho'ng tabiiy ofatdan yaxshi. 3 yillik cho'ng tabiiy ofat degani ayni vaqtda Mavzudun vaqtida Dayojin qildik deb 3 yil bir harakat olib berib, ashuni bilan intayin egri darajada ocharchilik yuz berib, hozirgi mo'ljarda Xitoyda shu vaqtda jami 40 milliondek odam o'lgan. Xi Jinping deydi, iqtisod to'lab ketsa kerak yo'q. Haqqancha bo'lib ketsa-mo 3 yillik cho'ng tabiiy ofat vaqtidagidan yaxshi. Bizning ahvolimiz hozir qanchalik nacharlashib ketsa-mo, shu vaqtdagi ahvoldan yaxshi debdi bu. Shu vaqtda vatanimizniki Baynayisida, Aqsu Baynayisidami 150 mingdek Uyg'urlar o'lib ketgan ochliqdan. O'chada osh yo'q emas. Xitoy oshni tatib olib bermagan Uyg'urlarga. Oshni bilan nimaga Sovetga qarz to'laymiz deb muashtar sabablar bilan oshni bermay, nurg'un odamlarniki o'lishini keltirib chiqargan Uyg'urlardan becha odam o'lib ketgan, shunday edi. Uchinchi, Xitoy fuqarolarining puli bek ko'p bo'lib ketmagani yaxshi. Bo'lmasa, u bu ishlarni o'ylaydigan bo'lib qoladi. Magap men o'tgan sizlarga deb bergan Shanyangniki kitobidagi xalqni idora qilishniki 5 taktikasi bilan munosabatli bu. Nima dedi desanglar, Xitoy fuqarolarining puli bek ko'p bo'lib ketmagani yaxshi. Bo'lmasa, u bu ishlarni o'ylaydigan bo'lib qoladi degan gap. Isyon ko'tardi, muqimlikni keltirib chiqadi. Bizni yo'qotmoqchi bo'ladi, Xitoyni parchalaydi degandek demoqchi bo'ladi. Xitoyni osh qo'yib, oldirash qilib, qusug'ini beqish uchun oshni bilan hech qanday siyosiy aralasholmaydigan qilib qo'yish. G'ururini qutib degandek. Shunga Xi Jinpingniki bu yerda da'vatgan magipi Shangyanning kitobidagi fuqarolarni idora qilishniki 5 taktikasi bilan o'xshash. Bu 3-chi degan gapi. 4-chi, faqat manlam deydi Xi Jinping. Faqat manlam tuzum o'zgarib ketishining oldini ola olmayman. Boshqa hech qanday odam u ishni qila olmaydi. Shunga meniki davomli o'qitib turaverishimga yo'l qo'yinglar demoqchi debdi endi bu yerda. 4-chisi. 5-chisi, bizga zaruriy qizil mushuk, qora mushuk yoki oq mushuk emas. Bu yerdagi qora mushuk, oq mushuk degan gaplar Deng Xiaopingning gapiga qaratilgan. Agar xabarlarda bo'lsa, Deng Xiaoping ayni vaqtda qora mushuk, oq mushuk, chashqan tusli yaxshi mushuk degan endi. Demak, o'g'ini sen tuzum to'g'riliq boshqa turib ketma. Nim tuzum bo'lsin, faqat bizga iqtisodiy qiymat yaratib turadigan, iqtisodiyotdan bizni muvaffaqiyat qiladigan tuzum bo'lsa bo'laveradi degan Deng Xiaoping. Bu yerdagi endi hozir Xi Jinpingniki da'vatqani bizga zaruriy qizil mushuk deydi. Demak, o'g'ini biz kommunizm tuzumida davomli mengayveramiz, sotsializm tuzumida kompartiyasi hukmron quruqni turaverdi, buni o'zgartmaymiz degan gap ma'noda. Bu 5-chi degani. 6-chisi, sizlar yaxshi yashayapsizlar-ku. Bolalarmi yaxshi yashayapti-ku. Faqat men o'qitib tursam, ishlar shunday mangadi debdi. Buni
shu Beydahadagi yig'inda pensiyaga chiqqan va hozir o'qitayotgan boshlig'i deyotgan gapi bu. Sizlar hamon yaxshi yashayapsizlarmi? Balalarim yaxshi yashayapti. Men faqat mallam tusamlar bu ishni qilg'il bo'ldi, bo'lmasa qilg'il olmaydi deb debdi. Xi Jinpingning degan olti gapi shu ekan. Buningdan endi Xitoyniki, Xi Jinpingniki bundan keyin Xitoyda tutiladigan siyosatiniki qanday bo'lganligini biroz tushunib yeta olamiz. Şuna bunu bir dep koyğum geldi. Yakında çıkan yan bir haber. Ötkende meslege bir işini dep bergendim. Xi Jinping degan Xitoy Vietnamga berib qaytib kelgan vaqtida oldi bilan Shanxi өлкәсендә to'xtab, shu yerdagi bir qism yerlarni ekskursiya qilgan bu. Shu jarayonda bir qumushliq bor ekan. Şu qumushliqqa berib, qumushlikka yo'lning bo'yidagi bitta qumushni tutib qo'ygan bu. Tutib qo'yib ketgandan keyin bu qumush Xi Jinping tutib qo'ygan, silab qo'ygan qumush shu rayondagi, shu joydagi bir xil sayohatchilar boradigan o'ringa aylanib, Xitoylar uchrab turib, shu qumushning yanida rasm tushadigan bo'lib ketgan. Bir parcha rasm tushsa 20 so'm topshirdi ekan. Aşta 20 so'm pul topshirib resim tushadigan. Bu Xitoydagi ong saviyaniki qaysi darajada, xurofotlikning qaysi darajada, andan Xi Jinpingga bo'lgan cho'qinishninki qaysi darajada ekanligini ko'rsatadigan bir ahvolda xalqaro o'lcham bo'yicha qaragan chog'da shunchaki bir kulkulik ajoyib bir ish bo'lgan endi. Necha kundan oldida shu qumushliqqa birisi o't qo'yib yetibdi. O't bir yerda ko'mabdi, necha yerda tam ko'yibdi, o'sha qumushni ko'ydirib tashladi qumushni. Xitoyda işte bir vaqa bo'libdi. Bunu sizlarga bir deb qo'ydim. Hozir bu nimadan darak bo'ldi desanglar, Xitoyning ichida Xi Jinpingni o'lsgan deb shuni tilayotgan, ondan keyin Xi Jinpingni og'dirib o'tishni ko'ngilda o'ylayotgan odamlar intan shiddat bilan ko'payyapti hozir. Xi Jinpingniki harbiy amaldorlarni tutish, boshqa sohada tozalashni epirishlik bir sabab shu. Chiqib xalqlar uni shunday o'sh bo'lib, ishtirok o'lsgan, tushgan dedi Allah. Nayt shiddatli ko'paygan turibdi. Ma qumushliq o't qo'yib tishimi shu voqealarni ekan, shu sohadagi ishlarning birisi. Shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Endi eng oxirida sizlarga deydigan bir narsa, nima yangi yil kirdi. Bugun chislar 12. Shu yangi yilniki kirishi bilan 2024-yili qanday ishlar bo'ladi Xitoyda degan shu masala to'g'riliq farazdan o'tirib qo'yish bo'lib ketdi. Bir qancha odamlar shuna qildi. Buning ichida men biroz astoydil tekshirib tadqiq qilib gap qiladi deb qaraydigan bir necha odamlar bordi. Shularni Xitoyniki bu yil Xitoy ichida nima ishlarning bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Shulardan men bir narsani tanlab sizlarga deb qo'ydim, nima ish bo'lganligini. Bu faraz, bir qancha odamning farazlari ashtadatlardan tushunsanlar bo'ladi. Onun birincisi Xitoyda iqtisod davomli nacharlashadi. Shahar xizmati davomli ozlaydi. Xi Jinping uningga tadbir topolmaydi. Chet el mablag'ining ketishi Xitoydan o'z davlatiga yuritilishi, akitilishi yoki Vietnam, Kamboja degan davlatlarga ketishi texnik qilishadi deydi. Hozir bu jihatda Xitoyning ahvoli tez suratda nacharlashmayotdi. Bo'libmi yezidan shaharga kelib ishlaydigan odamlarniki soni intayin shiddat bilan tushyotdi. Sababi nima desak, xizmat yo'q. Boshqa bu ishlarda shiddat bilan eg'ilishyotdi. Ashtan bilan Beijing qatorliq cho'ng shahar, Beijing, Shanxay qatorliq cho'ng shaharlardagi uy ijarasini tez tushib, nurg'un uylar qurqib qolgan ahvollar yuz beryotdi. Shunga bu ish 2024-yilmi davomlashadi deydi. İkincisi, Xitoy hokimiyatining asosi davomli tavraydi. Tayvanga hujum qila olmaydi Xitoy. Hozir Xi Jinpingniki qo'l ostidagi 6 Jingjuji Changwei degan odamlari Politbyurodagi doimiy hay'at a'zolarining hammasi Xi Jinpingning adam bo'lib bo'ldi. Shu sababdan hozir Xitoy markaziy hukumatidagi
huquq talashish kurashi texmi intayin egilishidi bu yil. Shuning bilan Xitoy Kompartiya hokimiyatining asosini tavrishi texmi egilishidi deydi. Bu anandan keyin Xi Jinpingning harbiy qo'mondonlarni tozalash ishimi davomlashadi. Bu yilmi davomli miniverdi. Üçüncüsü, Avrupa, Amerika Xitoyni texnologiya jihatdan cheklashni texmi kuchaytirdi. Üçüncüsü, dördüncüsü, Xi Jinping iqtisodda ishni echvatmaslik jihatda ko'p ikkilanib, yenilam ishni qataqash yo'lini tutdi. Yaqinda arlab ishni echvatish to'g'riliq gaplar bo'lyapti Xitoyniki medialarda. Bular bir qism shaxsiy o'rinlarniki orzusi. Xi Jinping bo'lgan noroziligini ifodalash jihatda yuzdan shunday gaplarni o'tirib chiqaryapti, lekin mayadagi o'tirib qo'yayotgan faraz bu jihatda Xi Jinping yanilam ishini taqab qo'yish siyosatini yo'lga qo'ydi deydi. 5. Xitoy Tayvan saylamiga buzg'unchilik qiladi, ammo natijasini o'zgartirmaydi. Demokratik ilg'or partiyaning o'tib chiqish ehtimoligi nihoyat yuqori Tayvanda. Ondan keyin Amerikada bo'lsa, Trumpning o'tib chiqish ehtimoligi yuqori deydi. Bu 5. faraz. 6. Ukraina Rossiya urushi va Isroil Hamas urushidan natija chiqdi deydi. Bu yil bu ikki urushdan natija chiqdi. Yaqinda Amerika o'zining ikki aviamatkasini o'tir sharqdan ilib chiqib ketdi, ikki parxutuvati ilib chiqib ketdi. Bu nima desa, bu urushniki Isroil bilan Hamas o'tirishga urushniki biraz oxirlashayotganligidan darak beradi. Andan keyin Ukrainami pat yaqinda cho'ng ko'lamli qaytarma hujumga o'tib, Rossiyani yengishi mumkin. Mana shu yangi yil munosabati bilan bu Ukraina prezidentiniki degan so'zi bor. Shu so'zidami bu yil Rossiya o'ziniki tajovuzchilik qilmish uchun og'ir badallarni to'laydi. Biz har qilg'uch natijalarni qo'lga keltiramiz deganda gapni qilibdi yangi yilda. Shunga u urushni oxirlashishi mumkin deydi. Yana bir narsa, Amerika Ukrainaga F-16 degan hujumchi aeroplanlarni bergan. Ukraina yaqinda mush aeroplanlarni chiqsaldi ekan, tashqi salsa, uniki harbiy kuchi nihoyatda jiq kuchib ketdi burun qaragan chog'da. Shunga bu yil mush urushning oxirlashi ehtimolligi nihoyatda cho'ng deydi. Bundan boshqa yaqinda Nostradamus degan bir odamniki 2024-yili haqidagi tasavvurimi o'tirib chiqdi. Bu odam 16-asrda Fransiyada yashagan bir odam ekan. Bizning kasbiy aslida doktorlik ekan, lekin shu kelgusi to'g'riliq parazlarni o'tirib qo'yib, nihoyatda dam chiqargan odam ekan. Masalanga uniki shu 16-asrda o'tirib qo'ygan parazlardan shu haqiqatan yuz bergan ahvollardan bir qanchasi bor ekan. Buning birisi Hitler, Germaniyadagi Hitlerniki Hitlerning o'tirib chiqadiganligi, yoshlarni qildiganligi to'g'riliq. Ayni vaqtda 40-yillardagi ishlarni. Buni shu odam buni o'tirib qo'ygan ekan 16-asrda. Ondan keyin mana Xitoy virusining ishini o'tirib qo'yibdi ekan, hamda Xitoy demiga o'xshaydi, lekin ashtaq bir yangi virusniki cho'ng nihoyat xatarli virusniki tarqalganligini o'tirib qo'ygan ekan bu odam. Ondan keyin Amerika prezidentiniki o'ltirilganligi, John Kennedy deydi, o'ltirilganligini o'tirib qo'ygan ekan shu vaqtda. Endi 2024-yili haqida o'tirib qo'ygan parazlarning ichida Angliya podshoh oilasida nihoyatda cho'ng voqealarniki yuz berganligini debdi.
Anadaki yana dünya uruş partilaydigan, dünya uruş karakterlik uruşlarniki partilaydiganligini depti 2024 yılı doğruluk. Anadaki nayeti çoğun tsunami 101'diganligi denizde. Şunu mu oturup koyganken, şunu bujda buldu dep. Endi bizler münasebetli gerek bir kısmı bu adam Xitay to'g'riliqqa qilgankan, bu Xitay to'g'riliq deganda Xitoyniki ahvoli yaxshi bo'lmaydi debdi bu odam. Gapning ma'nosi Xitoyniki qizil Xitoyning chiriyi saqrab ketadi deganroq gaplarni debdi. Shu Xitoyda bir cho'ng ishlar yuz berdi debdi. Buni bir qism Xitoy analizchilar Kompartiya hokimiyetining ag'dirilib Xitoy davlatininki parchalanishini demoqchi deb o'tirib qo'ydi buni. Mush adam shu o'tirib qo'ygan farazanchida mushtaq bir faraz bor ekan. Albatta biz hammamiz bu farazniki rost bo'lib chiqishini umid qilamiz. Shunga men mush mazmunlarni deb o'g'im keldi. Endi oxirida deydigan bir xabar, NASA'ning xabari. Amerika'niki bir shaxsiy shirkatiniki olam ushquri mush oldimizdagi dushanba kuni oy shari qarab mangdi ekan. Dushanba kuni mangdi ekan, shunga buningda oy shariga qo'ndigan bir mashinami bor ekan. Shu dushanba kuni mush to'g'riliq cho'ngroq xabar chiqdi. Men shu vaqtda sizlarga bu to'g'riliq tafsilroq ma'lumot beraman Facebookda. Ani kilar qatimliq videoda bu to'g'riliq tushuncha berishi mumkin. Shunga bu xabarlarni deb qaytadim. Bugun deydigan mazmunlar mushunchalik, bugun bak oldirishib ketib, biroz charchash holatida chiqdim bu videoga. Shunga agar yaxshi bo'lmay yadir bo'lsa, appi qo'yib tasizlar. Maqolamsa, kilar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Yangi yilda hammanglarniki hamisha o'ngishli, xotirjam, ko'ngilli bo'lsin. Maqol xayr xo'sh, Allohga omonat.